Tarbiya bu strategiya. Bugun O'zbekiston bu qurilish maydoni, ammo eng muhim bino bu insonning ruhi. Shu sababli men bugun sizga aytmoqchiman. Tarbiya bu oddiy jarayon emas, bu davlat strategiyasidir. Tarbiya bu bolaning axloqi, fikrlashi, saviyasi. Tarbiya bu dars emas, bu yo'nalish. Tarbiya bu bolani to'g'ri gapirtirish emas, uni o'zi to'g'ri qaror qabul qila oladigan darajaga yetkazishdir. Bugun tarbiyani kim beradi? Ota-ona, maktab, jamiyatmi yoki Instagram, bloger yoki zo'ravon kino? Prezidentimiz doimo takrorlaydilar: inson qadri ustuvor bo'lmasa, islohot samara bermaydi. Demak, insonni qadrlash bu faqat uni himoya qilish emas, bu uni tarbiyalash, bu unga ong berish, ruh berish, kelajak berish. Tarbiya bu O'zbekistonning intellektual mustaqilligi demakdir. Bugun yoshlar texnologiyani biladi, lekin so'zda ehtiyot bo'lmayapti. Yoshlar matematikani biladi, lekin mehrni, madaniyatni bilmayapti. Shuning uchun bizga 2030-yilgacha faqat STEM emas, balkim tarbiya STEM kerak. Har bir maktabda insoniylik fani kerak. Har bir ustozga ruhiy bilim kerak. Maktabda madaniyat, teatr, nutq, axloq soatlari tiklanishi kerak. Har bir tumanda tarbiya markazlari ochilishi kerak. Har bir ustozga tarbiya bo'yicha yiliga bir marta trening bo'lishi kerak. Ota-onalarga bepul video darslar, bolani qanday eshitish, tushunish, tarbiyalash. 2030-yil degani biz hozir bolani qanday o'stirsak, 2030-yilda aynan shu odam bizga rahbar bo'ladi, vrach bo'ladi, maktab ochadi. Biz bugun nima bersak, ertaga xalq shunday bo'ladi. Shuning uchun tarbiya bu kelajak saylovi. Buni hozir boshlamasak, keyin kech bo'ladi. Tarbiya bu siyosiy, iqtisodiy, ruhiy mustaqillik garovidir. Tarbiya bu prezident aytganlaridek inson kapitalining kalitidir. Tarbiya bu nafaqat dars, balki harakat, xizmat jasoratidir. Men yangi O'zbekiston uchun tarbiya haqida o'ylayapman. Sizchi?